shu xatoga yo'l qo'ysanglar $10,000 zarariga kirishinglar mumkin. BMW X7 mavzuyimizning ikkinchi qismi. Birinchi qismida tushuntirib o'tdik. Kuzov detaliga salonga yopishtiriladigan plastik detal uchun mo'ljallangan laminatsiya qoplamasi qoplangan edi. Uni shilganimizda shiralar qolishini aytib o'tdik. Endi uni oqibatlari haqida qisqacha to'xtalamiz. Uchinchi qismni ham ko'rmoqchi bo'lsanglar, albatta sahifamizga obuna bo'lib ko'ringlar. Agar biza bu plastik detal uchun mo'ljallangan laminatsiyani shilganimizdan keyingi qoladigan klesini xato qilib, boshqa qattiq jismlar bilan tozalaydigan bo'lsak, lak qatlamiga zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin. Yaxshi ham bu juda ham uzoq muddat mashinada yopishib qolmagan. Agar ko'p muddat yoki 1 yil yoki bo'lmasam bitta sezonni issiqlikni qattiq ko'rib olganida edi, bu shunaqa oqibatga olib kelardiki, lak qatlami kraskasi yomon bo'lib, hattoki kapot, krilo, bamper yopishtirilgan hamma joyi sepilishiga olib keladi. Nimaga $10,000 zarar deganda, bunaqa $150,000 atrofida turadigan mashinani buncha detalli sepilishi minimum kamida $10,000 zarariga sotilishiga olib keladi. Shuning uchun bu ishni hech qachon qilmanglar.